Qani? Молодец. Bular nech pul ekan? Uka, bu qafasni nech pulga oldingiz? 3 million, 2 million farq ekan narxlari. Bantikchalarni taqib qo'yibsizmi? Hayır, 40 kun, 50 kun, 2 oylik, 2,5 oylik aralash. Eng katta arzonroqdan qilib qo'yamiz hozir. Ha. Bu qafaslar nech puldan ekan? Bu tovuqlar nech pul ekan aka? 300 ming. Bu induklarchi? 150 ming. Donasi. Nech pul bu bedanalar? 15 ming? Yigitlar nech pul ekan donasi? 100 mingdan. Bularchi? 200 dan. Aka? 800 ming. Bular nech pul ekan? Ko'ring, 5 puldan Nech puldan ekan bular? Nech pul ekan aka? Bular nech puldan ekan tog'a? Qadrdonlar, assalomu alaykum. Bugun mana bozordamiz hozir. Parandachilik bo'yicha, biznes bo'yicha kimda kim qiziqsa, shu Azbekiga telefon qilib, kim boshlamoqchi bo'lsa, to'liq ma'lumot olishingiz mumkin. Bundan oldingi videolarimda ham obzorlarni qo'yib o'tganman. Bu videoda ham parandachilik bo'yicha qanday sohani qanday qilib olib borish kerak, qanday boshlash kerak, hammasini sirlarini to'liq ma'lumotini berib o'tamiz. Kimda kim parandachilik biznesini tushunsa, izohlarda yozib, o'sha parandachilikni biznesini boshlayman deganlarga videoni jo'natib qo'yasizlar. Oldindan hammalaringga kattakon rahmat. Izohlarda yozinglar fikringizni. Aytgancha, obuna bo'lishni esdan chiqarmanglar. Hali mingda bo'lmadik. Shu kanalimizni rivoji uchun o'z hissalaringni qo'shganlaringga kattakon rahmat aytaman. Qo'shganlarga va obuna bo'lmaganlarga obuna bo'lishni tavsiya qilaman. Rahmat hammaga. Azbeki, bular hozir mana 62 kunlik deyapsiz. Bularni olgan odam necha kundan keyin bular tayyor yo tuxum qo'yishga yoki deylik so'yishlikka tayyor bo'lishi mumkin. Bular 90 kundan biz sotsak, 90 kunninchi kuni olib ketsa, 30 kundan keyin tuxum berishni boshlaydi, nishona berishni boshlaydi. Hop, endi bular o'zi tuxum yo'nalishidagi jo'jalar, tovuqlar. Bular o'zi asosan tuxum yo'nalishiga olishadi, so'yishga emas. Bular so'yishga nimani broiler degan qaroda ular ves beradi, go'sht beradi. Bular o'zi asosan tuxum yo'nalishi. Bular faqat demak tuxum yo'nalishi bo'yicha. Tuxum yo'nalishi bo'yicha. Xo'p, endi bularni aka necha puldan qilib bera olasiz? Endi bularning narxi bugungi kunda 90 kunligida 65 ming so'mdan so'rayapmiz. Donasi. Donasini 65 ming so'mdan so'rayapmiz. Oladigan odamga, misol uchun boyaga aytganimdek, dastavkasini ham agar ko'proq oladigan bo'lsa, unisini ham gaplashishimiz mumkin bo'ladi. Keyin kerak bo'lsa, yemini ham mana hozir yemini mana beramiz, yemini ham o'zimiz tayyorlaymiz. O'zimiz tayyorlaymiz, yem sexlarimiz bor. Bunga misol uchun o'zini makka, bug'doy, semichka shirot, soya shirotlar hammasi o'zingizlardan. Hammasi, o'zlar drobilkalarimiz bor, mishalkalarimiz bor, hammasini aralashtirib, agar kimga kerak bo'lsa, misol uchun yemini ham yetkazib sotishimiz mumkin. Chunki bular mana shunaqa yemga nima deydi? Qanchalik yaxshi yem yesa, shunchalik tuxumni har kun mana misol uchun. Assalomu alaykum. Va alaykum, yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. Bo'lyapti. Hormanglar endi. Bo'ladi. Yaxshi. Xo'p, ozgina ma'lumot olsak sizdan. Xo'p, mayli. Xo'p, bularni bir kunda necha mahal don berib qaraysizlar? Bularga donni 5 mahaldan beramiz, mashq holatida. Suvi o'zi ichadigan joylari bor. Mana suvimiz kun oqiladi, o'zi avtomatik o'zlari ichaveradi. O'zlari ichaveradi. O'zlari ichaveradi, ha. 2 mahaldan bo'ynini tushiramiz. 2 mahaldan bolalarimiz haydashadi. 5 mahaldan yemish, suvi bor, vitaminlarini yemiga qo'shib beramiz. Tozalab. Tozalab vitaminlar yemiga qo'shiladi, vitaminlarimiz. Dorilarini suvga qo'shib
o'zi avtomatik cho'raveradi. Aha. Bochkaga solamiz. Sizlar bir kunda 2 mahal shu donani berasizlar bo'ldi. 5 mahal yemini Ha, beramiz. 5 mahal berasizlar. 5 mahal yemini beramiz. Mana shunaqa to'la turadi. Aha. Yemimiz. Taxminan soat ertalab nechidan boshlab yemini berishni boshlaysiz? 8 da boshlaymiz ishni. Aha, ertalab 8 8 da. da boshlanadi. Hop, tugashi 5 gacha. 5 gacha. 5 ta svetimiz o'chadi. Ha, shuni orasida 5 mahal yem berib olasiz. Yem beramiz. Tugagan zahoti biz yemni to'ldiraveramiz. Aha. Qarmoshqalarga. Endi opa bu yerda hop sizdan yana bir so'raydiganimiz, masalan bular bir bu yemlarni berayotganda yo boshqa bo'lganda sizlar o'zingizlar hammasini kontrol qilib nazorat qilasizlarmi endi? Ha. Ko'proq men bo'laman, cho'tib bitta anaqasi menman, boshi. Aha. O'shaning uchun birinchi o'rinda ertalab kelganimda yemini qizlarga boshlayman, suvini o'zim ko'rib chiqaman. Hammasinikini, suv bormi, bir tekisda. Yo'q joylarini erkaklarimizga aytaman, o'g'irlab berib, sira suv chiqazdiradi. Aha. Agar masalan sizlarda shu fermerlardan oladigan odam bo'lsa, ya'ni xaridor. Xaridor bo'ladigan bo'lsa, kelib sizlardan ma'lumot olmoqchi bo'lsa, qanday qilib boqish, qanday qilib qarashli, sizlar uni tushuntirib aytib beraverasizlarmi? Ha, tushuntirib bera olaman. Aytib beraverasizlar-mi? Aytib bera olaman. Kattakon rahmat. Xo'p, endi bu yerda 12 ta nechta xodim ishlaydi sizlar bilan? Bizda hozir har bir batareyada bittadan qizimiz bor. Har bitta. Batareyada 6 kishi ishlaymiz. Erkaklarimiz 4 kishi. Aha. Yem olib kirib beradigan erkaklarimiz, suvga, go'yniga qaraydigan erkaklarimiz 4 kishi bo'ladi. 5 kishi bo'ladi. 5 kishi. Ha. Ha, yaxshi. Endi bu yerda masalan hozir mana shu ikkala tarafga qaraydimi bitta odam? Bundan borib turib narigindan keladi. Ha, bundan borib narigidan keladi. Shu bitta batareya deyiladi. Ha, Bu bitta yarimta. Hozir bu turishi yarimta. Aha. Bundan borib turib narigindan qaytadi qizimiz. Bu ikkinchi qaraydigan qizimiz bundan borib turib narigindan qaytadi. Ha, endi tushunardim. Go'ynimiz juda ko'payib ketadigan bo'lsa, ertalab bir tushiriladi, obedda bir tushiriladi, kechga bir tushiriladi. 3 mahal ham tushiriladi. Ko'payib ketsa, yemi go'ynimiz, qarashlarimiz joyida, hamma narsamiz yaxshi. Ha, yaxshi. Rahmat kattakon ma'lumot uchun opa. Xo'p. Yana siz bilan ko'rishamiz. Rahmat katta. Xo'p, mayli. Qadrdonlar, kimda kim shu biznesni boshlayman deganlar uchun idealniy variant. Donasi 65 ming so'mdan manzilini, telefon raqamlarini sizlarga to'liq yozib, adresini nima qilamiz? Tushuntiramiz. Xohlovchilar bo'lsa bog'lanib shu biznesni boshlashingiz mumkin. Rahmat hammaga. А сколько стоит? 100 сом штук, да? Это молочный Мальчик или девушка? мальчик и девочка. Ага. Молодой человек. Да. Это домашний котят. Да? Посмотри, какие они ухоженные. Даже руку приложи к ним. И посмотри, какие они шелковые. У них шерсть какая. Вы видите? Ну, если вы чуть-чуть разбираетесь. Я не говорю, что там они прям такие, но это домашние, они ухоженные. Ага. Шерсть совсем другая. Bular nech pulda? 100 ming. 100 ming bular. Bularchi? Toshbaqa Aha. 50 ming. 1 million 200 original. Ko'shkami? Scottish Fold, Scottish Stray. Ha. Bular nech pul aka? 50 dollar. Parudasi qanaqa? Ha. Qani? Молодец. Bular nech pul aka? 50 dollar? Uka, bu qafasni nech pulga oldingiz? Olmadingizmi? Ha. Nech puldan ekan aka?
Necha puldan aka? Tuki ham boshqacha-da. 3 million, 2 million farq qil ekan narxlari. Juda chiroyli. 100, 1 millionga tushamaydi. Uni men sizga sotamanmi yo'qmi menga farqi yo'q. Maytiga yangi sotgan ham boraman. 300 ming. Uni ham otasi men-ku bularni. Namini bolasi bo'lganda, namini. Uni bolasi 250 dollar, 300 dollar. Bu necha pul aka? Seriyni namalari kattasi. 200 ming, 300 ming. 200 ming, 300 ming. Ikkala bo'ladi. Otanigini o'tadi. 99% otanigini o'tadi. Yana shunaqa bo'ladimi? Ha, mana shunaqa bo'ladi. 30% bo'ladi. 2 millionga beradi. Ha, qo'rqayotganim, ha tiymi bola. G'ayrajon aka, nima gap? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz aka? Charchamasdan, tuzukmisiz? Bugun ham olib chiqdingizmi? Ha, bizda to'xtamaydi, ferma ishlayapti. Ha, yaxshi. Bantikchalar ham taqib qo'yibsizmi? Ha, endi bolaga. Qiz bolami? Yo, o'g'il bolami? Bolasi ham, bor qiz bolasi ham. Bunisi necha kunlik aka? Buni hamilami 35 kunlik. 35 kun? Bu yerda 1 oylikda 2,5 oylikgacha bo'lgani bor. 40 kunligi bor, har xil. Menga Bu gapingiz chakib turdim, intervyu olmay qo'ya qoldim. yo'q, sizdan emas, ovoz yaxshi eshitilmay qoladi-da. Gapingiz. Necha kunlik dedingiz? 35 kunligi bor, 1 oyligi bor, 40 kun, 50 kun, 2 oylik, 2,5 oylik aralash. Eng kattalari 2,5 oyligacha. Ha. Ha, qaranglar. O'g'il, qiz hammasidan bor ekan. Kichkina hammasi. Telefon nomeringiz bor o'shani qo'yib qo'yaveraman yana. Ha, 77 likda. Ha, bormi endi? Bo'ldi. Kerak bo'lsa, G'ayratakaga telefon qilaverasizlar. O'zbekiston bo'yicha любой joyga dastavkamiz bor. Dastavka bor aka. Dastavka xizmatini o'zligi to'lab olishadi. Bo'ldi. Quyon bular hammasi Yevropaning fabrikasi, aka. Bu ham chiroyli ekan hammalari. Kattalari ham bor ekan. Bu yerda bu ranglari ham bor ekan quyonlarda. Bular necha puldan aka? Bular? Ha. Ular güzellik. Kattasichi? 500. 500 ming. U menimcha kilosi ko'proq-a uni. Bularning parodasi qanaqa? Bular velikan. Velikan bolari. Bular velikanmi? Ha, bular bolalari. Jaydarlar. Ha, bular jaydari. Ampur. Bularning onasi shekilli-ga? Boshqa. Ha, bu boshqami? 5 pul bor, to'g'ri qaysi? Bugün 300 ming bu. Bu narmodami yo, narmo? Bular 300 mingdan ekan. Niye ikkalashgan bular? Kilo ham beradigan bo'lsa. Ammo. Bo'ladi, xudoga shukr. Nima yangiliklar bugun olib chiqqaningiz? Ha. Bular necha kunlik endi? Bular 35 kunlik, 40 kunlik. O'ziga qarab. 35 kunlik? 35 kilo karliklar. Ha. Bu necha puldan? Bular narxi 500 ming so'mdan. 500 ming. Bu katta bo'ladimi bu? Bu katta bo'lmaydi, ozgina o'sadi bu o'zining holatidan. 1 kilo 100 shuni g'alatiroq bo'ladi. Ha. Bular bir barmoqlilar. Quloqlari ham kalta. Haligi o'tgan haftagidan sal kichikroq ekan, lekin ha? Ha? Shunaqa aka.
Hammasi o'zigacha chiroyli narsalar. Hali gap kelib ruxsat bering. O'ziga yarasha. Chiroylilardan bunaqalardan mana. Bunaqa ranglaridan bor mana. Yana ko'zi qoralaridan bor. Ko'proq so'rashadi. Ko'zi qorasidan bormi deyishadi. Qo'zi qorin nima edi endi bu? Xatotlar. Ha. Karliki va xatotlarimiz. Bundanmi? Sherkal oldingi safar ham qo'yib berdik videolarda. Ha. Buni sotilib ketdi Buni oldingilari. qo'zi qorin deydimi? Ha, ko'zi qora xatot deydi, karliki. Shunaqalar ko'proq so'rashadi. Mana bunaqa svetli narsalarni yaxshi ko'radi odamlar. Bolalar uchun zo'r-da. Chiroyli ranglardan, mana bunaqa ranglardan bor mana. Bular nechi pulda endi? Bemalol boqa olasizlar-da. Bular o'sha eski narxmi? Bular 300 mingdan 500 minggacha. Ko'zi qoralari 500 ming so'm, seriyalarimiz 300 ming so'mdan. Kelishilgan narxda qilib beramiz. Agar bunaqa 500 ming so'mdan ikkita olsalar, mana bunaqa qapasini bo'g'inisiga qilib beramiz mana. Ha, o'zi bilan solib, ha? Suv idish, ovqat idish komplekt hamma narsasini ichida qilib beramiz. Buni ichida. Buning ichida hamma narsasi. Domni ichida ham boqsa bo'laveradi, to'g'rimi? Bemalol dom sharoitida boqish uchun shu narsalar tayyor bo'ladi. Bemalol axlatib bu yoqqa chiqib ketmaydi. Ha. Bemalol dom sharoitida boqa oladi bunda. Qiyin emas demoqchiman. Qapaslarimiz 200 mingdan. Bular 300 ming so'mdan, doda. Bular 150 ming so'mdan. Bular gibrid. Bular 150 mingdanmi? Bular 150 ming so'mdan. Ha, bu go'sht yo'nalishi ma'mula bor, Kaliforniyalar. Mana bunaqalardan arzonroq go'sht yo'nalishida bormi deganlar uchun bular 100 ming so'mdan. Donasi 100 ming so'mmi? Donasi 100 ming so'mdan. Arzonrog'i ham bor ekan-ku. Arzonroq, endi so'rashganiga bunaqalar ham bo'ladi. O'zi aslida karlik bilan shug'ullanamiz, endi arzonroqlarni ham ko'pchilik telefon qilib so'rashyapti. Arzonroqlardan ham bormi deb. O'shaning uchun ham arzonroqdan qilib qo'yamiz hozir. Ha. Lekin bular ham parodalik-a? Paroda, hammasi paroda. Oddiy jaydar emas-da bular. Go'sht yo'nalishi. Bemalol dom sharoitida boqa olasizlar. Qidlanib ketmaydi. Mana bunaqa ranglari bor ana. Ha, o'tgan safar lekin bu rangida yo'q edi. Ha, o'tgan safar yo'q edi. Ma'muladan yo'q edi. Bular yangi onasidan yangi ajratildi-da bular. Ha. Hozir mana sherigini sotib oldim. Ikkita edi bundan. Bugun sotdingizmi? Bugun sotdim. Qapaslarim bilan. Nech puldan ketdi? 500 mingga qapasi bilan qilib berdim. Bitta obunachimiz Instagramdan ko'rib kelgan ekanlar. Ko'rib kelgan ekanlar 500 ming so'mga qapasi bilan qilib berdim. Agar qiziqqanlar bo'lsa, mayli sizning nomingizdan chiqsa qapasi bilan qilib beramiz. 500 ming so'm ichida bitta quyon, bitta qapas, suv idish, ovqat idish hamma narsasi bo'ladi. Bo'ldi, gap yo'q. Siz nomeringiz bor, nomeringizni chiqarib yozib qo'yaman tagiga. Bemalol aloqaga chiqaversin. Quyonlarimiz chegaralangan. Keyingi hafta yana yangiliklar bo'ladimi? Yangiliklar bo'ladi, xudo xolasa. Ya'ni yangilardan qo'yib boramiz, xudo xolasa. Bo'lmasa, agar men nomimdan chiqsa, sal yo'lda qilib kelishtirib berasiz. Chiroyli narxda qilib beramiz. Rahmat Hasanboy aka. Charchamang. Xo'p, sog' bo'ling. Yaxshi kunda ko'rishaylik. Aka, bu nech pul aka? Bularni oldik, aka. Ha, oldinglarmi? Bu sotiladi. Nech pul aka? 250. Bular boqishgami yo so'yib yeyishgami? Boqishga. O qafas nech pul aka? Qafasini ancha oldin olganmiz. Ha. Buni olib chiqamiz. Oya, bu ham sizdanmi? Bular? Ha? Yo, siz olmayapmi? Bu quyonni o'zini olyapman. Nech puldan? Bolalar nech puldan ekan bu? Aha. 150 mingdan ekan oq quyonlar. Hadi bolachalari ham bor ekan. Помой. Сюда можешь вот овкат положить. Овкат. А сюда сено немножко. Chiroyli quyonlar bor ekan bu yerda ham.
Bugun asosan bolalari ko'p ekan. Quyonni bolalari. Qaranglar, kichkinaligini. Buni sarig'ini 350 dollar sotishyapti. Bitta dona 350. Parodasi qanaqa aka bo'lardi? Qarlik baram. Qarlik bara. Layfos qo'yinglar, men aqqa qo'jaman, ona bola. Ha, ovatdilar meni o'zim. Siz o'zingiz ham olsam bo'ladimi? Ha, oling o'zim. Qo'yishyapti, olishyapti. Jimla bor. Ha, o'rgan. Bu o'zi professional. Apa. Qonini qarang nima qolganini. Apa. Sharkarmi? Olasizlar beraylikmi? Adham aka nomeringizni aytib olasizmi? 94lik 611 611 77 12. Xo'p, sizga telefon qilishadi. Oti nima desan? Juda ham chiroyli lekin. Baliqchilar ham bor, baliqlarni so'raydi. Mamlarni ham ko'rib. Bular qayerda nimasi aka? Parodasi. Germaniyadan kelib O'zbekistonga keladi. Ha, Germaniyadan keladimi? Niderlandiya. Ha. Amasi Germaniya. Buni o'zingizlar boqasizlarmi uyda? Yetishtirib? Olasizlar olib. Kichkina qiyon bor edi, olib qolmaysizmi? Tirikchiligingizga shunday. Mana. Bu mana eng kattasi ekan mana. Bular menimcha. Aka bular vesi necha kilodan taxminan? 4-5 kilo. Mayda bolalar ham bor ekan. Bo'ladimi? 300 ming. Aka bu qorasi nech pul ekan? Qorasi. Qoram 400 ming. 400 ming so'mi? Bu qafaslar nech puldan ekan? Qafaslar har xil 60 ming, 100 ming. 60 mingdan boshlanadi, ha? 60 mingdan 200 minggacha ekan mana shu qafaslar. Uy sharoitidagi. 60 mingdan 200 minggacha zo'r narx, yaxshi narx. Bular nech puldan ekan? 150 ming qarlik. 150 ming. Bor ekan-ku. O'g'illar bor ekan bu yerda. Bu nech pul ekan aka? Parodasi qanaqa? Bara.
Turizmin beri to'rttasi yo'q. Biletkasini. O'zini ham kelishtirib so'rasangiz 20 Birov borasiz, O'shanga 1 metrga 1 gram qolmadi. O'zi ochgan. Aka bular yaponmi? Nech puldan? 500 ming to'rttasi. To'rttasi 500 ming. Ha, YouTube'ga. Ha. Toshkent Qoraqamish deb yozsangiz chiqadi. Ha. Kerak. Bu tovuqlar nech pul ekan aka? 300 ming. A jupini desachi? Jupi bo'lsachi? Jupiga 600 ming. Tuxum beradi bu? Bu induklarchi? 150 ming. Donasi. Taxminan bir 5-6 kilo chiqadimi? 350 mingdan ekan donasi. Nech pul bu bedanalar? 15 ming? Donasi, 25 ming donasi. Bu o'rdeklar nech pul ekan donasi? 100 mingdan. Qo'y favorisiga. Ha, Egasini olib qo'y, egasini ham. bo'ldi. Internetga chiqarasiz. YouTube'ga. Yo'q, men chiqaraman. Kerak yo'q. Arandani oling. Kilosi bir 3-4 kilo chiqadimi? Jo'yesi hozir 3 kilo. Jivoy besganmi? Go'shtiga 2 kilo. Yaxshilab boqsangiz shunaqa bo'ladi. Ha. Boqishga bor. Ovqat kerak, ovqat. Donasi 100 mingdan, ha? Bularchi? Bular 200 dan. 300 dan. Bular parodalimi? Ha, bular laka futbol. Ha. Bunda uyda boqishadimi odamlar? Sisalka 150 mingdan ekan donasi. Bular qafasi bilan sotiladimi, donalabmi? Moda bormi? Ayyori. Hech puldan modalanadi. Hech puldan. Bu qafaslar nech pul aka? 100 mingdan. Bu kichkinalarichi? 25. 25. Ha, manami? Mana bu ikkita 5 ming. Aha. 5 ming. 25 ming. 50 ming. 5 dan berasiz. Ikkitasi 45. 25 ming, 50 ming, 100 ming. Puliga qarab ekan. Ana taksiga qilib beraman, patta beraman. Bu yaponlar nech pul ekan? Donasimi? Aha. Donasi 150 mingdan. Bular ham shunaqmi? 200 ming. Bular 200 ming. Bular nech puldan ekan endi? Parasi 3 million. Ovqatini bermadi, kelayotgani hozir shunaqa bo'lsin. Nimaga shunaqa bo'lsin? Ayb o'zi odam jahli chiqqanda borib peshinda olgur. Bular nech puldan ekan aka? 200 dollar. Parasi 200 dollar.
Sizdanmi aka bular? Nechi pul? 110 ming donasimi? O'rdaklar 110 ming ekan donasi. Bular nechi puldan aka? Aka sizdanmi? May oxirida chiqdi. Nechi puldan aka? 500 mingdan. Bunisi nechi pul? 400 ming bering, mayli beraman. Nima zotga nima anaqasi? Yaponskiy shamo degani boru. Yaponskiy shamo bo'lgan otasi bilan. 4 tasi. Bamanisi puk bronzdan. Qani ham shu sham emasmi shu? Yo'q, buni otasi boshqa. Sham boshqa, samu boshqa. Suhbatmi? Yo'q, boshqa. Farqoniki Sham boshqa bo'ladi, samu. Bir 3 kilo bormi? Besi? Gano onasiga otasi. Yapon. Berasizmi shu? Aka bu dakan nechi pul aka? 850 ming. 850 ming. Parodasi qanaqa? Shunga yaxshi qaroldi. Bu qaroldi. Bu xo'roz. Bular nechi pul ekan? Ko'ring, nechi puldan deysiz? Bilmasam, siz nechi puldan sotyapsiz? Olasizmi? Men YouTube'ga qo'yaman. Ha, 110 mingdan. 110 mingdan. Donasimi? Bugun sotdingizmi bundan? Nechta? Ikkitasi. Nechi pulga beraverasiz? Parodasi qanaqa bo'lardi? Yapon. Yaponkami? Nechi puldan ekan bular? 75 amcha. Hattasa? Zer azirbengi. Kilo. Nima qo'shadi? Bular nechi pul ekan aka? 100 ming, 150 ming. 100 mingdan 150 minggacha. Bular shunaqa. Bular nechi puldan ekan tog'a? O'rtadagi. 300 mingdan? Donasimi? Ha, parasi. Ha, bular 400 mingdan, ha? Parasi bular ekan. Hammasini jupi bilan bor ekan. Bular nechi puldan ekan? Nechi pul ekan bular? 50 ming, 100 ming, 150 ming, 200 ming qanaqalari kerak? 50 mingdan boshlanar ekan-da, xullasa. 200 mingdan qora qopqonlar bor mana hammasi. Asl. 100 ming dot. 100 ming? Ha. Ha. O'ynab uchadi. Zo'r. Videoga olasanmi? Yuraman. Ha, birga yurasizmi? Videoga yurasan. Ha, YouTube'ga qo'yaman. Qo'y mana reklama. Ha. Siz o'zingiz ham olaveraymi bo'lmasa? Olaver, olaver.
Dastavkalaring ham bormi? Nasıl? Jo, onlayn telefon qilsa sotib berasizlarmi? Qora qopqonlar bor. Ha, reklamada. Qopqonlar. Telefon raqamlaring bormi? Ha. Telefon raqamlari. Bor. Ayting. 93'lü. 93lik. 510 Aha. 83 29. Bo'ldi. Hammasi İsmingizmi? mana. Atim İskandar. Mana Abdullohdan deb chiqsa arzonroq tushib berasiz. Ha, tushib beramiz. Mana qora qopqonlar ham bor, mana o'g'lim. Hammasi qora qopqonlar, hammasi. Hammasi. Gulsarlar bor. Mana gulsarlar bor, mana ko'rdingmi? Ha. Chiroyli gulsarlar. Bu nech pul? Bu 300 ming. 300 ming donasimi? Donasi. Ha. O'ynab uchadi bular. Yo, paypolar ham kelishgan mana. Chiroyli, hammasi qilgan. Ular mana. Qanotini sen yoyib ko'ringchi bittasini, bir tarafini. Ha. Bo'ldi. Mana sochlar, qora sochlar. Ha. Chiroyli. Pati bor ekan bularda. Ha, mana qanotlari ham hammasi yaxshi. Mana bu qopqonlar. Keyin kishmishlar bor mana. Eski zotchinilar bor mana. Oldingi chinilar bular mana. Atlasov chinilar bular. Bu nech pul? Bular mana 500 bular. 500 ming? Ha, 500 ming. Ha. Yaxshi mana, chiroyli. Uchadigan kaptarlar bular oğlum. Yaxshi. Hamda gulbadamlar bor. Ana hamda gulbadamlar bor. Mana. Gulbadan nimasi? Parodami? Ha, gulbadamlar paroda deydi. Ana gulbadamlar. Gulbadamlar bular. Mana qanotlari ham chiroyli kelishgan. Bular nech pul endi? Bular 150-200 dan. 150-200 dan. Mana, hamma chiroyli gulbadam. Bo'ldi. Gulbadamlar bular. Manzil qayerda sizniki, tog'a? Biznikimi? Ha. Mahallami? Ha. Biz Toshkentdanmiz oğlum. Mana ham gulbadamlar mana, hammasi yaxshi. Ha. Zo'r bular. Hammasi. Bakirlar bor, sochlar bor, gulsarlar bor oğlum. Xullas hammasidan bor ekan-da. Hammasidan bor. Mana uddilar bor, oq uddilar mana. Mana oq uddilar. Chiroyli oq uddilar. Aha. İsmingiz nima? Otim İskandar otim. Iskandar aka. Ha. Hammasi yaxshi. Sizga telefon qilsa aloqadasiz. Ha, aloqadaman. Ana haber gulsarlarni, gulsarlarni haber var. Ana gulsarlar. Ha, bularmi? Ha. Uchib ketib qolmasin. Uchmaydi. Mana gulsarlar. Bular nech pulda? Bular gulsar. Bular 500 dan doğma bular. 500 dan? O'ynab uchadigan kattalar. Ha. Paypolar ham ularni kelishgan, qirqilgan, hammasi yaxshi mana. Ha, qaralganda. Qaralgan. Hammasi. Ana oğlum. Gulsarlar. Paypolarni ko'rding, hammasi kelishgan paypolar. Iskandar aka, katta rahmat sizga. Hop. Telefon qilishadi. Hammaga salom. Bolalarga, katta rivojlarga, hamma sevzorli bolalarga ham salom. Yaxshilik bilan uchrashdik. Bo'ldi, rahmat. Bular nech pul aka? Yo, nech puldan nech pulgacha? 200 ming so'mdan boshlanadi. Yog'i chiqib ketaveradi. Mana narxi modami? Qaysi bir moda? Nech pul bu moda? Chuvati ham narxi. Aka, bular nech pul ekan? Bular ham ikkala 150 ming. Aha. Bu ham 150 ming ikkitasi. Buni olish. Ha, bu sotildimi? Ha, buni olibdi. Ha. Pastgilar uchun yo Ikkalo'yam modami? Ikkalo'yam modami? Parasi nech pul dedingiz? Qaysi qaro aka? Parasi nech pul dedingiz?
Ama tepede fiyatları 400 olur. 400 olur. Ha. Bo'ldi. Gel bu yoqqa. Video geçip YouTube'ga ko'rasanlar. İsimlarini aytinglar. İsmi nima? Abdulloh, adash ekanmiz-ku. Sizniki-chi? Zaynab, seniki-chi? Muhammad, malades. Zo'r qilib qo'yinglar chiqaring. Seniki nima? İbrahim, gap yo'q. Ha? Bular neç puldan aka? O'ziga qara, qancha? Yo, neç puldan neç pulgacha demoqchiman. 250 mingdan 700 minggacha dona. Donasi 250 mingdan. Bari 1 million aldi. Ha. 3 milliongacha bor. Bari. 350 ming 200 ming. Bular neç pul aka? 180 mingdan. 180 ming? Qancha dedingiz? 180 ming bari. Ha, 180 ming parasi.